ko'nglim sezyapti. Sizda qanaqadir orzu bor. O'sha orzungizni bizga aytib bering. Men orzuyim bloger bo'lish. Lekin dadam qo'ymayaptilar. Dadam qo'ymayaptilar, lekin men aytdim, bu kasbimdan meni hech kim qaytarib bilmaydi dedim. Dadangiz nima dedilar keyin? Hay dedilar. Hay deganingiz bilan nima o'zgaradi dedim. Hay o'sha kasbingni davom etirish kerak edi. Xafa bo'ldingizmi siz? Chunki men bunga 1 yil, 2 yil keldim, chunki bu nima bera. Chunki bera shuncha mehnatim ketdi, prosmotorim bor, mehnat qilganman. Ular kerak ketadi. Ular shuncha mehnat qilgansiz.